Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugun bizlar Haval Buxoro avtosalonida 0% rassrochka haqida menejerimiz Nozim akadan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz Haval Buxoro avtosalonidagi 0% rassrochkalar haqida gaplashib o'tamiz. Nozim aka, qaysi mashinalarimizda imtiyozli kreditlarimiz mavjud? Hozirda Haval Julion hamda M6 modellari uchun imtiyozli past foizlar mavjud. Undan tashqari siz boshlang'ich eng kamida 15% bilan yoki Julion yoki M6 modellarini o'z nomingizga xarid qilishingiz mumkin. Endilikda kelsangiz avtomashinani bir ko'rib o'tamiz. Bu ko'rib turgan mashinamiz Haval Julion avtomashinasi bo'ladi. Bularning narxlari boshlang'ich 280 million so'mdan boshlanadi. Demak, bu ko'rib turganimiz Haval Julion avtomashinasining ikkinchi pozitsiyasi, narxi 309 million 900 ming so'm. Demak, bunda nimalar bor? Ko'rib chiqamiz birma-bir. Birinchi navbatda, demak, bu avtomashinamiz panorama tomon bo'ladi. Demak, ko'rsatishingiz mumkin. Tak, 360 gradus kamera bo'ladi. Полностью кожаный salon. Ikki tomon ham elektronik bo'ladi. Haydovchi hamda yo'lovchi ham elektronik boshqarishi mumkin sidenyalarni. Demak, bu sidenya undan tashqari sidenya obduf, obogrev, isitish, sovutish funksiyalari mavjud. Eslatib o'tamiz, Haval Julion avtomashinasi 1.5 turbina motor bo'lib, 143 o't kuchiga ega. Endi esa Haval M6 modelini ko'rib chiqamiz. Bu avtomashinamiz esa Haval M6 modeli bo'lib, narxlari 250 million so'mdan boshlanadi. Siz Haval M6 hamda Julion avtomashinasini rassrochka qilib, ya'ni foizsiz muddatli to'lov evaziga xarid qilishingiz mumkin. Demak, labay. Borib hisoblab kelsak. Ketdik, kompyuterga hisoblaymiz. Nozim aka, rassrochkalar qanday tartibda beriladi? Demak, qarang, rassrochkalar bizda 30% dan boshlanadi. Ya'ni siz 30% boshlang'ich to'lov qilib 1 yil muddatga, 50% boshlang'ich to'lov qilib 1,5 yil muddatga, 60% to'lov qilib 2 yil muddatga, 70% to'lov qilib 3 yil muddatgacha rassrochka qilib olishingiz mumkin. Keling, masalan, hisoblab chiqamiz. Demak, aytaylik, siz Haval M6 modelini olmoqchisiz. Narxi 249 million 900. Demak, siz uchun aytaylik 3 yilga olmoqchisiz. 70% to'lov amalga oshirasiz. Ya'ni 174 million 930 ming so'm. Shunda 0% dan bo'ladi. 36 oyga ko'rishingiz mumkin. Oylik to'lov 2 million so'mdan chiqyapti. Yoki pulingiz kamroq bo'lsa, 50% boshlang'ich to'lov qilib, ya'ni 125 million to'lab olishingiz mumkin 18 oyga. Oylik to'lov esa 6 million 941 ming so'mdan chiqyapti. Mana shunday tartibda olishingiz mumkin. Bu o'z nomingizga chiqadigan, hech qanaqa lizing firmalarsiz o'z nomingizga chiqadigan rassrochka bo'ladi. Yana eng ko'p beriladigan savollardan biri, mashinalarga garantiya bormi? Albatta, bizni har bitta avtomashinamizga o'zimizda servisimiz mavjud. 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiyalar mavjud. Barcha ehtiyot qismlari наличиеda mavjud. Hammangizni Haval Buxoro avtosalonida kutib qolamiz. Eslatib o'tamiz, bizning manzilimiz Gazli shoh ko'chasi 1-uyda, Prezident rezidensiyasi ro'parasida.